Ehtiyot bo'ling aka uni. Hop. Assalomu alaykum. Aka, so'msiz siz bilan gaplashdim, adashmasam telefon. Ha, hozir gaplashuvdik. Sotiladigan narsa. Jinnimisan? Nima bu galbasi? Oddiy kapchoni galbasi. Men doktorskiga olaman. Hop, nech pul olsan? 50 ming bering aka. Jinnimisan? 50 ming nimaga yetadi? 50 mingami? 50 mingda просто shunday kirib magazindan 50 minglik narsa olib o'yinda ishtirok etsa bo'ladi. Qanaqa qilib? Qanaqa o'yin? Turmanda ko'rsataman. Ham ko'rasizmi? Ha. Mana, ana. Hamma ko'rasizmi? Hamma yoqda o'zingiz bosib ketibsiz, aka. Ana ishni, o'zim bilaman, bor-ku. Qara, ana do'kon kirasan. Bu Sobir market, Yunusobod Gvardiyskida joylashgan. Bilaman qayerga kelganim, aka. Bilasan, bo'l, qara. Men bilan Tatron. O'yin. Ehtiyot bo'ling, aka unaqa. Boqimali qilib tashamang. Endi voqimali o'yin-da bu. Aha. Qarachi, do'kon kirganingdan keyin 50 minglik narsa olasan. Xohlagan narsami? Men buni ikkita olsam nech pul bo'ladi? 3 oldim. 3 oldim men. Mana shu 50 ming bo'lsa, misol uchun 50 mingdan oshdi. Hop. Shuni olasan, paketga solib berishadi o'ziga. Albatta, nomeringni yozasan. Aha. Itiga sin familiyani yoki ismini yozib ketasan. Instagramnikimni yozsamchi? Bo'ladi. Bo'l. Keyin mana bu yerda tiqib yuborasan. Aha. Buni xudo xolisa 31-dekabr kuni aniqlaymiz g'oliblarni, faqat podarkalarchi hozircha sir. O'sha paytga yaqin bo'lib olasiz. Endi demak sir bo'lsa, shunday zo'r narsaki, o'shaning uchun ham sirda, to'g'rimi? Qani ishni sir. Bitta sharti bor. Qanaqa? Shunda Sobir market profiliga podpiska tashlagan bo'lishingiz kerak, обязательно. Bo'l. Keyin g'olib aniqlayotgan telefonni tekshirib olamiz. Bo'l. Keyin yana bitta narsaga qarab turing aka. Nash kalbasini tashlab keting aka.